Alloh taolo bu buyuk kunning tafsilotlarini ko'p bora zikr qiladi. Alloh taolo oxirat kunini turli nomlar bilan ataydi. Bu kunning buyukligini ko'rsatadi. Chunki har bir nom uning muayyan jihatini ifodalaydi. Masalan, al-qiyamah, qiyomat kuni, ya'ni turish kuni. Bu kunda insonlar 50 ming yil davomida tek turishadi. Ma'orij surasida ham bu haqida eslatilgan. Yana bir nomi al-haqqoh, ya'ni mutlaq haqiqat. Bu shunday haqiqatki, uning sodir bo'lishiga shubha yo'q. Hatto inson o'z ko'zi bilan ko'rgan narsasidan ham aniqroq bilishi kerak. Shuningdek, bu kun al-hashr deb ham ataladi. Hashr to'planish degan ma'noni anglatadi. Barcha odamlar Odam alayhissalomdan oxirgi insongacha shu kunda bir joyga jamlanadi. Alloh taolo at-takvir nomini ham ishlatgan. Chunki bu kunda hatto hayvonlar ham jamlanadi. Dunyoning birinchi hayvonidan tortib oxirgisigacha hammasi shu kunda to'planadi. Al-hashr nomi bu kunning barcha mahluqotlar jam bo'ladigan kun ekanini bildiradi.